Assalomu alaykum YouTube ahli. Sizlar bilan bugun birgalikda gaz reduktorini ko'rib chiqamiz. Metan ochamiz. Ichidagi asosiy probka sandiqlarini, klapanlarni almashtiramiz. Ko'rsatib o'taman. Asosiy bo'layotgan muammo kilometr bermay qo'ydi. 170, 180 yuribdi, hozir yuradi. Hop, 210, 220, 230 yurgan oldin. Shuni ko'rib chiqamiz birgalikda. Qisqa ko'rsatib o'taman. Hozir yechaman, olaman, gazni o'chiramiz. Gazni yopdim balondan. Gaz yopib olamiz. Mana hozir bu yerda 22 ni bo'shatamiz. Bo'shaydi. Qisqa ko'rsatib o'taman asosiy joylarni. Hop. Mana yechib oldim hozir. Ochamiz. Birinchi mana katta qo'ranchadan boshlaymiz. Ochish hozir ko'rsataman. Hop. Mana hozir krishkasini ochdi. Sal ehtiyot bo'lamiz. Membrana. Asosiy katta qo'rancha bu. Gazni motorga chiqish qismi. Mana prikladka bilan ehtiyot qilib chiqamiz. Prikladkaga ziyon yetmasligi kerak. Lapkadan ehtiyot bo'lamiz, ne chiqaramiz mana. Lapkaga ilingan bo'ladi. Mana asosiy almashadi, mana shu narsalar hammasi almashadi, komplekt. Filtrlar, mikrobkalar. Bu birinchi katta qo'rancha, endi bu asosiy ikkita qo'rancha. Buni ochamiz. Mana bu hammasini bo'shatamiz. Krishkasini olib tashladim, mana ikkita burchini chiqadi, mana qo'ranchalarni. Shu regrovkasini ushlab turadi, mana. Birinchi qo'ranchani aralashtirmaslik kerak. Baquvvatrog'i mana sal nozikroq. Hop, endi mana 13 bo'shatiladi. Bu haligida birinchi qo'ranchada iligakli lapkaga ilingan chiqadi. Hozir bo'shatamiz. Hop, bo'shatib oldim. Iligakli. Hozir buni chiqarib olamiz. Chiqdi. Ring komplekt. Mana ikkovini tekshirish kerak. Yoriq, teshik joylar bo'lmasi kerak. Rezinka bu. Yorilishi mumkin, cho'zilishi mumkin. Mana asosiy kirish qo'ranchasi davlina mana shu yerda yo'qotiladi. Mana shu yerda klapan bor. Mana shu klapan birinchi o'rinda almashadi. Ichkarida hozir ko'rinmaydi. Bo'shatiladi. Maydalar bo'shatiladi. Probkalar bor. Mana yerda rezinka almashadi. Birinchi qorin, ikkinchi qorin, orqada uchinchi qorin. Davlina yo'qotilib bu davlinani o'sha kuchi bu yerda bosim. Mana bu klapan orqali kamaytiriladi. Ikkinchi qo'ranchaga bilan ikkinchi qo'ranchaga yana bosim kamaytiriladi. Oxiriga uchinchi qo'ranchaga bilan uchinchi qo'ranchada o'sha stabilniy gaz motorga yuboriladi, o'tkaziladi. Mana shu holat. Mana asosiy davlinani pasaytiruvchi asosiy klapan shu. Kirish. Juda mana probkasi tinchigan, yilib ketgan. Mana yangisi bor. Mana ikkinchi qo'ranchaniki, ikkinchi davlinani pasaytiruvchi ikkinchi detal. Mana rezinka almashadi. Hop. Mana yechamiz. Buni ham mana rezinka. Uchida lapkani bu ham almashadi. Asosiy mana shular regrovka qiladi gazni. Mana shu yerda filtri bor.
filtri, kirish qismi, gazni, trubka. Mana eskisi, mana yangini qo'yamiz. Filtri. Hop, atib tozalab oldim. O'zi nisbatan toza bo'lgan. Endi bitta qo'shib boshlaymiz. Birinchi mana kirish klapandan boshlaymiz, yangisi mana. Buni qo'yamiz. Buni qo'yib nisbatan uzunroq bo'ladi mayli. Mana orqasida, orqa qismida ozgina egorib tashlaydigan joyi bo'ladi. Agar kattalik qilsa, bo'lmasa o'zi mashinaga ham tushadi. Bu keyin u tomondagi almashadi. Hop, mana birinchi qo'roncha tayyor. O'rnatdik. Mana sal o'ynab turadi. Bo'shroq bo'ladi nisbatan sal. Ikkinchisiga o'tamiz mana. Nasani chiqarib tashlaymiz, uni orqada teshchasi bor. Buni ko'rsak chiqadi bu. Boshqa qo'yamiz. Mana endi ikkita qo'roncha tayyor. Mana uchinchi qo'ronchaning lapkasi. Oxirgi chiqish qo'ronchasi. Mana rezinka, mana rezinka probka. Shuni almashtiramiz hozir. Mana yangisi. Buni qo'yamiz. Kopiya hozir bu yerda. Mana u ham bor, buni ichida ham. Klapan magnit ochib yopadigan. Klapan mana shu ikkovi ham yangilanadi olsamligi, mana ichidagi probka, shu ochib yopuvchi gaz. Buni ham yangilaymiz. Hop, mana bu ham mana shu probka. Shu magnit ochib yopuvchi klapan shu. Hop, hammasi asosiylar yangilandi. Lim komplektlar. Membrana. Yaxshi, teshilgan joyi yo'q. Yorilgan joyi yo'q, buni yaxshi. O'zini qo'yamiz. Xo'p, bu ikkita qo'roncha tayyor bo'ldi. Ular mana mashinani qaytadan xotirdim. Xo'p, komplekt membranani qo'yamiz. Mana bu mana iliga lapkaga mana ilinadi, o'zi to'ppa-to'g'ri tushadi, hech qanday murakkab joyi yo'q. Bu yo'g'i aytib o'tgandik, bolt bilan qotiriladi. Mana bunday. Mana bu yerda ilib olinadi mana. Mana iligakka. Endi hozir ko'rsatib o'tolmayman videoda, chunki bitta qo'limda kamera. Ko'rsatish muammo. Xullas, mana shu ilinadi. Yo, qotiriladi. Bolt bilan. So'nggi qo'roncha chiqish qo'ronchasi. Mana prujina qo'yib olinadi. Bunday o'rnatib shuruplar qotiriladi. Hop, mana reduktorimiz yig'ib terib oldim, tayyor. Filtrlarigacha almashtirdim. Endi mashinaga ustanovka qilamiz. Magnitni keyin qo'yamiz, chunki men bu yerda hozir mashina qo'ygandan tekshirish kerak. Ochildi. Mana gaz sizishi mumkin, tekshirib ko'ramiz. Hop, ustanovka qildim, o'rnatdim reduktorni mashinaga. Endi 2 kun sinab ko'ramiz, keyin rezultatini aytaman. Video qilamiz. Hammasini birga qo'shib videoni tayyorlab oxirida chiqaraman.